Xalq deputatlarining hududlardagi faoliyati avvalo aholi bilan bevosita uchrashuvlar va ochiq muloqotlar orqali namoyon bo'lmoqda. Ana shunday uchrashuvlar natijasida joylardagi ko'plab muammolar o'z yechimini topayotgani quvonarli holdir. Toza hududdan mashina kelmay turgan edi. Shularni kecha 2-fevral kuni bularni uchrashganda shu muammoni ko'tardilar. Mana gaplashib, toza hududning mashinasi keldi. Xalqning murojaatlari ijobiy hal qildik. Endi kelasi shu Karvon mahallamizda endi bir muammo bo'lib turibdi. Halidan tushgan piyodalar yo'lakchasi. Shu yo'lakchani endi deputat so'rovnoma chiqarildi. Xudo qalasa yaqinda ijobiy hal qilamiz. Beruniy tumani Shobbos okrugidan saylangan xalq deputati Shuhrat Karimovning saylovchilar bilan o'tkazgan uchrashuvi davomida bir qator dolzarb masalalar ko'tarildi. Xususan, Ibn Sino mahallasi Karvon aholi manzilida istiqomat qiluvchi fuqarolar tomonidan Toza hudud davlat unitar korxonasi bilan tuzilgan shartnomaga qaramasdan maishiy chiqindilar o'z vaqtida olib chiqib ketilmayotgani yuzasidan murojaat qilingan edi. Ushbu murojaat deputat tomonidan nazoratga olinib, muammo qisqa muddat ichida hal etildi. Natijada Toza hudud davlat unitar korxonasi tomonidan maxsus texnika vositalari jalb qilinib, Karvon aholi manzilidan maishiy chiqindilarni haftaning har shanba kuni muntazam ravishda olib chiqib ketish tizimi yo'lga qo'yildi. Shuningdek, hududda avtomobillar harakati juda serqatnov bo'lgan yo'l bo'yida piyodalar uchun xavfsiz yo'lak tashkil etish masalasi ham aholi tomonidan ko'tarildi. Ushbu muammo yuzasidan deputat tomonidan tegishli tashkilotlarga deputatlik so'rovi yuborildi. Ma'lumki, joriy yilning 2-10 fevral kunlari davomida deputatlar korpusi tomonidan hududlardagi mavjud muammolarni o'rganish, ularni bartaraf etish bo'yicha rejali ishlar amalga oshirilmoqda. O'rganishlar natijasiga ko'ra korxona va tashkilotlarga tegishli deputatlik so'rovnomalari yuborilib, ijro nazorati ta'minlanadi. Beruniy tumani Ibn Sino mahallasi Karvon shahridamiz. Karvon qaqulasi mana qancha bir muammoli narsalarimizdan bittasi mana yechilyapti, Xudoga shukr. Mana qachondan beri mana maishiy chiqindi, hammaning oilasidan chiqadigan maishiy chiqindi muammo bo'lib turgandi. Mana buni qancha murojaatlarga qarab, qancha shartnomamiz bor edi, lekin mashina aylanmay turganda, odamlardan qanday javob bo'lib turganda, to'qqa pul to'layman desa, pul to'lamay, hammasi kunda ko'rgan yerda to'latib ber. Bordik, murojaat qildik, mana bo'lmadi, mana deputat chaqirdik, deputat bilan uchrashdik, o'zlarimizning deputat bilan Shuhrat aka bilan. Mana shuni mana bugun yechib beryapti, Xudoga shukr. Mana aslan birim-birim bo'lsa-da yechilyapti. Mana rahmat bu odamlarga, mana shunday mana hamma sizlardan shu yerga yig'ib, mana shu har haftaning shanba kuni mana chiqindi mashinasi aylanadigan bo'ldi. Endi Xudoga shukr, endi bu masala yechildi degan umiddamiz endi. Deputat xalq vakili, shu bois xalq nomidan ko'tarilgan har bir masalaga mas'uliyat bilan yondashish va uni hal etish davlat xizmatchilarining eng asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Buni qo'yishni unutmang. Beruniyning ichindagi ne gap so'z bo'lsa, hammasi sho'rda bo'ladi. Podpiska knopkasini bosib qo'ying.